Assalamu alaykum. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin parlamentdeki aziz kındaşlar, parlament a'zolari, qurultoy vakillari, millat vakillari, jamoat arboblari, hammanglarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Janobi Alloh ishlaringlarni ko'ngildagidek qilsin. Xotirjamlik, tinchlik, omonlik bersin inshaalloh. Men Kurash Ataxon Germaniyada turib so'zlayapman aziz qarindoshlar. Bugün bu yerda men 3 masala ustida sizlar bilan bir fikr o'rtoqlashishni loyiq topdim. Bu 3 masalaning birinchisi biz qanday qilib bo'linish olib turayotgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hukumatini 3 ko'rsatayotgan 3 guruhini birlashtirib o'tish masalalarini hal qilish. Aziz qarindoshlar, bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin parlament yig'in zalining qurilish tarixi bu qarindoshlarımızın mutlaq ko'p qismining bu yerga kirgan vaqtidan uzun aziz qarindoshlar. Balkim bu yig'in zalining qurilganiga bir yildan eshib qolgan bo'lishi mumkin. Endi hozir biz shunday bir o'tkinchi bir vaziyatda bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin hizmetlerini, parlamentin hizmetlerini xalqqa ochiq tutish, xalqni safarbar qilib shu asosda Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin yengillanish, zamonaviylashish, kuchlanish, taraqqiy qilish yo'lini ochishni maqsad qildik aziz qarindoshlar. Shu sababdan parlament a'zolari, qurultoy vakillari, millat vakillari, undan keyin jamiyatda ko'z ko'ringan olimlar, ziyolilar, ulamolar, undan keyin ish odamlari aramizdan hozir asta-asta yer elib, bizning shu men shuqurda deganga o'xshash 3 kuchni birlashtirish, bir nomda, bir bayroqni ostida harakat qilish, milliy da'voga yetakchilik qilishni iborat g'oya ustida hammamiz izlanish edib boryapmiz aziz qarindoshlar. Biz buni hal qilishda dastlabda bir komissiya qurib, 3 ko'rinayotgan hukumatning vakillari qatnashgan, jamiyatning o'xshamagan qatlamlariga vakillik qiladigan odamlardan tuzilgan shunday bir komissiya qurib, bu masalalarni qanday qilib shu saylam bo'lg'ach bo'lgan orliqda millatimiz, milliy da'voyimiz, hukumatimiz duch kelgan krizisdan qutulib ketish yo'llari haqida izlanishni maqsad qiladi aziz qarindoshlar. Biz bu yerda bu maqsadni amalga oshirish uchun eng dastlabda bir bayonotnoma, ya'ni ochiq xat, murojaatga o'xshab ketadigan bir bayonotnoma, ochiq xat tayyorlab, uni hem xalqimizga hem aynı vaqtda 3 ko'rinayotgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetinin vakillariga yo'llab, shu bayonotda, shu murojaatda o'tirg'a qo'yilgan shaklda bu masalalarni hal qilish fikrida birlikka kelgandik aziz qarindoshlar. Men bu ochiq xatni, bayonotni, murojaatni tayyorlash ishini ustimga olgandim. Qancha kundan beri kech kunduz ishlab buni qilishga tuzuk yaxshiroq vaqt chiqaramadim. Chunki u ishni qo'lga ilishdan burun aziz qarindoshlar, yana bir qism mush milliy da'voyimizda ko'z ko'ringan ziyolilar bilan, olimlar bilan, diniy ulamolar bilan, jamoat arboblari bilan, tashkilot raislari bilan, ham hukumatimizning ichidagi munosabatlik muhim odamlar bilan yana bir qatim istishora qilishga to'g'ri kelganlik uchun yana bugungi kungachilik keldi aziz qarindoshlar. Bugundan tortib mana Xudoyim bo'lsa 2 kunlik dam olishga chiqdim. Shu 2 kunlik dam olish jarayonida bu yozmoqchi bo'lgan, men sizlarga va'da qilgan narsani o'tirg'a chiqaraman. Endi bu yerda Alloh sizlarning samonlarga sep qo'yishga tegishli muhim masala aziz qarindoshlar. Bu yurt cho'nglarimiz, da'vo yetakchilarimiz, tashkilotchilarimiz, siyosatchilarimiz, hem bizni qo'llayotgan olimlarimiz, ulamolarimiz o'rtaq fikriga asosan bu qatim e'lon qilinadigan shu bayonotni, murojaatnomani
uç xetni şu biz hem biz tava bolgan teşkilatlarning namıdın. Onundan keyin bir qism ko'z ko'ringan tonilgan dаңlıq zatlarning namıdın e'lon qilishni loyiq topdik aziz qarindoshlar. Şuna endi bu yerda mening alohida tilga ilishimdagi sababning biri sizlar bundan bir xabar topib qilinglar. İkincisi o'zinglar ham o'zinglar bilan o'zinglar turishliq davlatlardagi tashkilotlar bilan aloqalashib hukumat duch kelgan bu krizisdan chiqib ketish chora tadbirlari haqida izlanishda biz bilan bir safda turadigan tashkilotlar bilan o'rtaq til topib şu bayonotning uch xatning oxirisiga şu tashkilotlarning ismi ham logosini ya'ni quttab deymiz logo deganni uyg'urcha quttabni qo'yishni quttabdirni qo'yishni ruxsat qilishini umid qilamiz aziz qarindoshlar. Shu masalada ular bilan bir so'zlashib qo'ysanglar nihoyat yaxshi bo'ladi. Bu birinchi ahvol. İkinci ahvol bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin saylamga bağışıp olan aralıktaki ötkinci hizmetlerini işleş meselesi aziz qarindoshlar. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti degan gap. Onundan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin parlamenti degan gap hozir faoliyat halati bo'lgan bir qurilish bo'lganligi uchun ma'lum bir idoraviy sistemaga o'xshash, guruhga o'xshash, idora hay'atiga o'xshash, rahbarlik qilish kadrosiga o'xshash xizmat qilamoqda aziz qarindoshlar. Bunday bo'lishidagi asosiy sabab ma'lum bir ishni qilish oldida turayotgan bir odamning beshi boyada, qo'li boyada, puti boyada bo'lish kerak aziz qarindoshlar. Qo'li boyada, ko'zi boyada bo'lish kerak. Ağzı boyada bo'lish kerak, burni boyada bo'lish kerak. Endi hozirgi ahvoldan qaragan chaqda Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetining ahvollari nihoyat murakkablashib ketdi aziz qarindoshlar. Hükümetning puti bir yerda bo'lsa, beshi bir yerda, qo'li bir yerda bo'lsa, ko'zi bir yerda, og'zi bir yerda bo'lsa, qo'li bir yerda degandek. Shunday bo'lganligi uchun ba'zi xizmatlar alsaq qalaymi qilishib ketadi deb qarayman. Qarindoshlar qaysi kun, necha kundan beri şu idoraviy jihatdagi bir taraf qilish ishlarimizning tez ko'ngillikdek bo'lmayotganligi haqida menga inkos beryotdi. Shunga biz şu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti sürgündagi parlamentning xizmatlarini yaxshi yurishtirib ketish uchun şu o'zimizning to'pining ichida bir o'tkinchi bir idora hay'ati qurib tursaqmi degan shunday bir ko'z qarashga ega bo'lyapman. Chunki bir odam hamma ishni qilib bo'lolmaydi ekan. Ondan keyin har bir odamning qo'lidan hamma ish kelmaydi ekan. Shunga duch kelayotgan masalalarda shu ishni qilish vazifasini shu ishni qila oladigan kasbiy xodimlarga topshirish yuzasidan şu parlamentimizning sürgündeki parlamentimizning ichida bir idora hay'ati qurib chiqsak, ashun bir rahbarlik apparati bo'lmasa, bu xizmatlar tez yaxshi elib mang'ini bo'lmaydigan o'xshaydi. Şuna bu masala haqida muhokimani unutib qolmanglar. Asosli masala shu. Bugun mening sizlarning saminligiga sanmoqchi bo'lganim, shu o'tkinchi bir idora hay'atini biz tashkilotni o'lcham qilgan shaklda o'tirg'i chiqarsak deyman. Chunki bu masalani hal qilish uchun Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümeti men da'vatgan Shimoliy Amerikadagi guruhga nihoyat cho'ng xatoliklarga yo'l qo'ydi. Masalan, Cumhur reisi turib Cumhur reisi saylash, Baş ministri turib baş ministri saylash, Tashqi ishlar ministri turib tashqi ishlar ministri saylash, Moliya ministri turib moliya ministri saylash, Ichki ishlar ministri turib ichki ishlar ministri saylash. Demak, ular o'zining butunlay hukumatdan ayrilib chiqayotganligini, hukumatdan yangidan qurib chiqayotganligini har qancha yushugan taqdirda yana xalqimizning o'tkir zehniyatidan qochib qutulolmaydi aziz qarindoshlar. Ammo biz yana shularning yo'lidan mengib bu yerda shu hukumatning hokimiyat apparatiga o'xshaydigan bir narsa o'tirg'i chiqarib qo'ysa qat'iy bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Shunga biz bu yerda masalani hal qilish uchun shu o'tkinchi bir idoriy hay'at qurib chiqib, uning raisi, raislarini tashkillab, undan keyin jiddiy yuz berish ehtimolligi bo'lgan masalalarni hal qiladigan bo'limlarni ham uning mas'ulini belgilab, bundan keyin qanday bir masala uchrasa,
Qandaq bir ziddiyetga duch kelsak, şunun mas'ul bo'lgan odamni izlab, ham şunun quli orqali, ham şunun ekibi atrofidagi odamlar orqali bir taraf qilsak, ishlarimiz tartibga tushib ketadi, texmi taraqqiy qiladi, texmi kuchlanamiz, texmi yetmoqchi bo'lgan nishonga tez yetamiz degan ko'z qarashim bor, qarindoshlar. Shunga nuqtaliq meningcha mushu masalani bir taraf qilib o'tgandan keyin undan keyingi ishlarni qo'lga olsak, o'tirib tushayotgan fikr takliflar bo'yicha ish qilsak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman, aziz qarindoshlar. Shunga bugun muzokara qiladigan tema idora hay'atini, ya'ni Sharq Turkiston sürgündeki hükümeti parlamentinin, yani parlamentinin içindeki idare, yani bunu nimde düşündürümüz? Cumhur reisliki degan o bir devletin cumhur reislik işhanesi hem hizmetlerini yürütüş için kurulgan içki bir kurulma. Ondan keyin baş ministerlik kabineti, bunun içinde ministerlerden teşkil tapkan bir idare, hem de parlamentin içinde mi? Biz üzül kesil parlamentinin talep kıyığına okşaydıgan bir aparatını oturuğa çıkırışımızdan çıkındak sürürtü yok. Menimce hazırca siz qarindoshlar, en yaxshisi qanday qilishimiz kerak? Bundan keyingi xizmatlarimizni yuristirish uchun parlamentning idora hay'ati degani. Parlamentning idora hay'ati deganimiz parlamentning ichki ishlari, tashqi ishlari, undan keyin orqa hisob ta'minot ishlari, undan keyin bexatarlik ishlari, axborot ham tashviqot ishlari, mush ishlarga mas'ul bir idora qurib chiqib biz bundan keyin xizmatlarni şu asasda elip mansa qanday qaraysizlar, masalan bayonot yozishni o'ylab qolsak, uni hammamizdan boshqa turmay bayonot yozadiganlar bilan iqtisodiy masalani hal qilishni o'ylab qolsak, hammamiz tang u iqtisodiy masalani qanday qilamiz deb ular so'ramay, bir odamdan so'ramay, shu iqtisodiy masala bo'lgan odam orqali bu masalani hal qilishni. Undan keyin diplomatik bir munosabatlarni hal qilish ishida İçki meselelerini hal kıladigan bir gruppa, tashqi meselelerini hal kıladigan bir gruppa. İçki mesele deganimiz şu hükümetimiz hem parlamentimizin içinde bulayotgan bazı sosyal, iqtisodiy, siyosiy meselelerni hal qilish. Tashqi mesele deganimiz tashkilotlar bilan ham parchalanish holida turayotgan hukumatning boshqa guruhlar bilan bo'lgan munosabatlarni yurishtiradigan bir gruppa. Mushlarning hammasiga ayrim kishilarni mas'ul qilib xizmatlarni mushu asosida taqsim qilib elib mansak, az vaqtda hammamiz bir ish nazarga qolmay, ko'p ishni qilib, xalqimizning zehniyatimizning, bilimimizning, parlamentimizning kuchini texnikanchalik xizmatga keltiradiganmiz, ishga oshiradiganmiz deb qaraymiz, qarindoshlar. Nuqtaliq mushu masalani bir muzokara qilsanglar, undan keyin biz şu parlament idare heyetini bir kurup çıkaylı. Sürgündeki Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümeti parlamentinin idare heyeti yani. İdare heyetini kurup çıkaylı desek, bunun bir reis, iki muavir reis, bir baş katip, bir teptiş, bir maliye mesul hadim, bir axbarat hem neşriyat. Mesul hadim, yani şunun okşaş. Bir idare kurup çıkaylı qarindoshlar, bu idarenin kurup çıkmasak bu işler bek malumatdan qalaymiqan bo'lib ketadi o'xshaydi, qarindoshlar. Bu asosliq endi bir qancha kun ichida sizlar ochiq bayonot, murojaat bitib bo'lganlik qiladigan ish. Undan keyin qarindoshlar, mening bu Kurash Ataxonning Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hükümetining parlament reislik yoki reisi emasligi masalasidagi bu tema, qarindoshlar. Bu nihoyat nozik, intayin muhim bir masala, qarindoshlar. Hazır hem de bu 10. ayının 15. günü geçip 9. ayının 15. günü geçip olan aralıkta bizning yig'ilgan Amerikaning poytaxt Washingtonda ochilgan hukumatimizning yig'inida saylamga o'zini nomzod qilib ko'rsatdi, o'zini ma'lum qilsin degan ashundaq bir chaqiriqqa asosan men Xudoyim bursi biz birleşimiz, ittifaqlaşımız, hemkarlaşımız. Men her ihtimalga qarshi vaziyatni kontrol qilib turish uchun hem o'zimning
parçalanish oldida ko'rinayotgan 3 hukumatga nisbatan ijobiy inkas qaytib turayotgan o'ttir yo'l tutgan o'ttir musofirda turayotgan bir odam ekanligini isbotlash uchun ularga men Cumhur Reislik nomzodiga o'zimni ko'rsatib iltimosimni sungan edim. Ular amma menga bir ultimatum topshirdi aziz qarindoshlar. Dediki 24 soat ichida sen o'zingning sepini ma'lum qil dedi. Masalan sen mana hozir biz turayotgan mush parlamentdagi her türlü vazifelerimden istifa berishni, onundan keyin bu parlamentning mush yig'in zalini taqib etishimni, hem parlamentning nomida men boshqarayotgan sosyal medialar bor. Onundan keyin bu internet veb-saytlar bor. Aş narsalarni bütün cho'ktirib etishimni. Onundan keyin mushu parlamentdagi mana mush sizlar bilan bo'lgan aloqamni 100% uzishimni. Aşını men beja keltirgandan keyin onundan keyin ular mening Cumhur Reisi bo'lish iltimosimni qabul qilganligini bildirdi aziz qarindoshlar. Endi buni kim bildirdi desa, mushu yig'inga iqtisodiy jihatdan, orqa jihatdan tayyorlik qilish komitetiga biz bir umid degan bir balni mas'ul qilib qo'ygan to'q. Masalan, orqa sap ta'minoti deganni sizlar bilasizlar, hamda bu yerda sevgokda to'shish, osh yetish, tomoq qitish, tozalik qilish, kelgan mehmonlarni kutib olish, yotoq qurilashtirish, tomoq qurilashtirish, bilet olish, aeroplanda uzitib qo'yish, hotelga olib qo'yish, mana shunday ishlarni qiladi deb bekitib qo'ygan bir odam ovoz qoldirib menga anglab beqishni xohlasanglar men bu yerga yo'llab qo'yaman. Sana 24 soat muddat beramiz. O'zing birlashimiz deyotgan boshqa guruhlar bilan bo'lgan aloqangni to'liq uzmasang, biz seni bizning oramizdagi odam deb tanimaymiz deb besim ishlatasiz qarindoshlar. Men 30-40 yildan beri shu da'voning ichida shunchalar ko'p bedellarni to'ladim sizlar uchun, millat uchun, xalqim uchun. Men buning hargiz pushmon qilmayman aziz qarindoshlar. Ammo Uyg'ur millati, Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi o'zi uchun xizmat qilganlarga shunday mukofot berandi, shunday javob qaytarandi. Shunday axloqsizlarcha muomala qilandi. Bu ishlar hargiz kallamdan o'tmadi aziz qarindoshlar. Hatto men ularni nazar go'zimga ilib qo'ymadim. Xuddi bular meni keyin ta'rifliganga o'xshash men ularni ko'zga ilmadim. Javob ham bermadim. Endi aziz qarindoshlar, buni deyishimdagi sabab shu 1-2 kunning ichida bu g'ulam vakilligidagi hukumatning bir kopiyasi mening Sharq Turkiston Cumhuriyati surgundagi hukumatning parlament reisligimni, undan keyin parlament a'zoligimni ilib tashlab hukumatdan quvlab chiqaribdi aziz qarindoshlar. Buning sabab ko'rsatgan asosli masala nima ekan desa, birinchisi o'tgan yili Mo'g'lar yig'inini saylam shaklida ilib bormayli. Bu yerda bo'sh o'rinlarga odam saylashning tayinlashning hozir hech qanday zurati yo'q. Bu oliy qurultoyimiz uchun az vaqt qolibdi. Shu chaqqa kelgi bo'lgan orliqda bo'lgan hukumat amaldorlari bilan biz qiladigan alohida ko'p ish bo'lmagandan keyin hukumatning xizmatlarini idora qilib turayli, saylamni butun xalqni safarbar qilib birlikda ilib borayli deb shunday taklifni o'tirib qo'ysam, unmay 4-5 odamni og'ziga agashtirib kelib, yig'inga asosiyatdan 12 odam qatnashdi deymi. Bir Türk bilan 13 odam. Mush 13 odam bilan Mo'g'larda saylam ilib berib, jiroqdagi odamlarning ovozini qat'iy hisob qilmay, mushu 6 ovoz qarashi 7 ovoz bilan Cumhur Reisi bo'lgan bu g'ulam. Aziz qarindoshlar, endi bu odam ning asli maqsadi hukumatni parchalab chiqib ketishgan. Guruhlarga ayirib o'tishgan. Aran to'g'an bu hukumat 2-3 parchalansa buning vayron bo'lib ketadiganligini, gumron bo'lib ketadiganligini, ojizlab yo'qolib ketadiganligini bilmamdikini. Bu odam bu Mo'g'lar yig'inida vaqtliq Cumhur Reisi bo'lib saylangandan keyin hozirgacha milliy da'voga oid bir qadamni atmadi. Buning qilgan asosiy ishi nima bo'ldi desa, hukumatning ichida asosiy qonunni o'zgartiraman, qo'shimcha qaror ma'qullayman,
nizamni bekitiman. Ondan keyin uni Uyg'uriston dedi deb jazolayman, buni Xinjiang degan kelimini ishladi deb jazolayman, uni ko'ni yoziqni ishlatmay yangi yoziqni ishladi deb jazolayman, ani dinchi ekan deb jazolayman, ani dinsizken deb jazolayman deb mushundaq ishlar bilan haplashib, mana bir yil yaqin bo'g'ich bo'lgan arliqda aziz qandashlar hukumatni butunlay palyachalarga tushirib qo'ydi. Nurg'un odamlarni hukumatning ichida behuda jazoladi, hukumatdan nurg'un odamlarni qo'g'lab chiqarib nurg'un odamlarning ko'ngliga azor berdi, hukumatning ichida shayk to'plab, hukumatning ichida yana o'zining hukumatning ichida yana guruh to'plab, shayk to'plab, siyosiy suiqasd bilan shug'ullanib, qora pardaning ostida og'isida harakat qilmoqda aziz qarindoshlar. Mushundaq vaqtda bularga ko'p ogohlantirishlarni berdim. Tanqidiy fikrlarimni berdim. Takliflarimni berdim, ammo ular birini anglamadi. Hech qanday amal qilmadi. Bular texim shu 9 ayning 23-mi meni parlament vazifamdan elib tashlab ketibdi. Amaliyotda bular Mo'g'ullarda bu odam vaqtliq Cumhuriyet raisi bo'lgandan tortiblam, ya'ni meni butunlay chetga qo'yish, gapimga quloq solmaslik, takliflarimni anglamaslik, ham Xitoyga emas, menga qarshi harakat qilish metodi, uslubini qo'lladi aziz qarindoshlar. Endi bu ish qilayotgan ishlarning birisiga men rozi emasdim. Asli qo'saq ko'piki mushada. Endi bu meni nima uchun bu parlamentning raisligidan elevatganligi, parlament a'zoligidan elevatganligini qanday tushuntiribdi desa, bizga qarshi nayt xato maydonida turib bayonot berdi deb. Qaysi bayonotni davdido desanglar, bu G'ulom Zulfiqar ham shunga o'xshaydigan hukumatning fotokopiyasi shaklida ko'paytib turayotgan guruhlarga Sharq Turkiston xalqining, Sharq Turkiston milliy da'vo qo'shindikilarning, Sharq Turkiston Cumhuriyet sürgünlük hukumatini qo'g'onlarning nayt ig'ir taklif fikrlari ham tavsiyalari, tanqidlari bor aziz qarindoshlar. Bu yig'ilib keldimi bu bugungi kunga qadar. Mushu kunlarga kelgan chaqda bu butun xalq safarbar qilinib, yangidan Sharq Turkiston Cumhuriyet sürgünlük hukumati qurib chiqariladi, ya'ni yangidan tashkillanib chiqadi deyotgan vaqtimizning o'zida G'ulom Osmon bizga bunchalar hashamdiram qilishning zarurati yo'q. Biz hamma ishni yangining ichida bitkizib 11 ayning 9-12 kuni saylam ilib bordik deb yolg'onlardan dunyoga bayonot berib qo'yib, undan keyin vakillarning qo'ng'iga tepib hukumatdan chiqarib o'tib, hukumatning po'kunimizga bosib, bundan keyin o'zimiz yolg'iz ish qilamiz degan bir zihniyat bilan qanday qildingiz qarindoshlar? Biz 11 ayning 12 kuni xalq vakillarini saylash orqali chiqqan mushu bir parlamentda elib bordigan saylamda o'tirg'i chiqadigan hukumat apparatlarini hozir bu bitkizib bo'ldi aziz qarindoshlar. Bu saylaydiganni saylab bo'ldi, bekitadiganni bekitib bo'ldi aziz qarindoshlar. Bu yana boshqalarning saylanib ketishining, bo'lapmi mening ham menga o'xshaydigan odamlarning saylanib ketishining oldini olish uchun shu parlamentga, uning gruppasidagi parlamentga Turkiyadan hech kimni qabul qilmadi aziz qarindoshlar. So'rab boqinglar. Shuning ichidagilar mishal javob beringlar. Turkiyadan vakil bormi uning ichida? Yo'q. Shvetsiyadan vakil bormi? Gollandiyadan, Belgiyadan vakil bormi? Avstriyadan vakil bormi? Ba'voz qanchasi bor, asli qanchadan bo'lishga tegishlik. Nima uchun boshqalarni uning ichiga kirmading? Nima uchun bu parlamentning ilib boradigan xizmatlari to'sa, bu oliy qurultoyi parlamentning raisi bilan hech nimani maslahatlashmay, muzokaralashmay, plan tuzmay bu ishlarni mushatim-mushakkacha kelding. Mushundaq bo'lganligi uchun hukumatimizning ichki ham tashqi ishlaridan xabari bo'lgan hukumatning qurg'uvchilaridan muhtaram Ahmad Egambadi akam, muhtaram Sulton Mahmud akam, muhtaram Xizirbek G'ayratulloh akam, muhtaram Demyan Rahmati, muhtaram Yaqubjon akam, undan keyin muhtaram Seydin Sallohman akam, Vahabay Engen, undan keyin Talat Xo'chigich qatorliq 9 dan ortiq hukumatning qurg'uvchi a'zolari hukumatning hozir ketayotgan yo'lni xato deb bularning qilgan ishlarining hammasini qonunsiz e'lon qildi aziz qarindoshlar. Ularning bergan bayonotini men faqat parlament raisi bo'lish sifatim bilan ularning tashabbuslari, taklif fikrlari ham ko'z qarashlari mening ko'z qarashlarimga moslashganligi uchun men uni to'g'rilarda veb saytlarda e'lon qildim. Ular asos jihatdan mushu narsani men e'lon qilganligim uchun
Meni parlament reislik vazifamdan ep tashlabdi, undan keyin parlament a'zoligimni qo'g'lab chiqaribdi. Endi nima dedi desa, vatan xoini debdi meni. Qaranglar aziz qarindoshlar. Agar men vatan xoini bo'lgan bo'lsam, men milliy munofiq bo'lgan bo'lsam, men milliy da'voga qarshi bir odam bo'lgan bo'lsam, mening hayotimda, mening e'tiqodlarimda, mening qilganlarimda shuningga oid bir paketlarni tepinglar aziz qarindoshlar. Agar paketlarni topolmasanglar, qaysi kuni hurmatli ustoz muhtaram İbrahim Demirlacım debdi, Allah'ın iradesi bendilerinin menfaati için hizmet kılmagan bir cami, bir mescid, ya uçak ödüşke layık bir mescid, örüp jıktı ödüşke layık bir mescid, takı ödüşke layık bir mescid debdi. Şunun okşaş, bu gulam fotokopiya şeklinde gösteriyotgan bu grubu esqindaşlar milli dava üçün, hükümet üçün, halkımız üçün faydasız, negatif rol oynaydigan, xuddi kasallikka o'xshash bir grupi bo'lib qoldi esqindaşlar. Bu çoğunlar asas jihatdan bu meseleni shular qarta aytgan gap. Men boy dedim ularni qanday jinoyatlardan o'tkazganligini. Undan keyin albatta B grupi bor, C grupi bor. B grupi deganimiz İsmail Chingiz efendi merkez qilgan bir kopiyasi, bir ko'rinishi. İsmail Chingiz efendi nayt ko'p diplomatik, siyosiy, axloqiy nazokatlarni saqladi, diplomatiyaga hurmat qildi. To'g'ri yo'lni tepish uchun tirishdi. Masalan, rahbarning ustiga rahbar saylamadi. Asli 5-ayning 3-kuni Turkiyada ochilgan yig'inda Xizrbekni rahbar qilib, Cumhur reis qilib saylayotdi yoki o'zini ashning vazif qilib, ash o'ringa loyiq deb ko'rsatdi, ammo ko'rsatmadi. Chunki o'ziga qarshi turayotgan bo'lsa, hukumatning boshqa bir fotokopiyasida Cumhur reisi bordi. Yani başka bir yerde Tashqi ishlar ministri bordi, yani başka yerde başka bir narsa bordi. Shuning uchun uning ustiga uning ustiga buni saylamadi. Masalan, her ikkili gruppa men kurash Ataxon masalasiga kelgan chaqda mening alayda tilga aqidek bir xatoligim bo'lmaganligim uchun her ikkilisi meni parlament reisi deb e'tirof qilib kelgan edi qarindoshlar. Endi hala bugungi kun kelchi bo'lgan aniq deyish bo'lmagan chaqda men bir jipga o'xshash bir zinjiga o'xshash bu ishga qurilishni bog'lab turyapman. Hem bularni birlashtiraman, hem Anvar Yusuf atrofidagi mushu kuchni bu hukumatning ichiga 11-ayning 13-kuniki saylamda akirib, bundan keyin biz ikki hukumat, uch hukumat degan narsaga xotim berib, bir bayroqning ostida, bir g'oya milliy mustaqillikning ostida, undan keyin bir yo'lda davlatimizni qayta qurish yo'lida kurash qilamiz degan shunday bir niyatda. Nayt ko'p tirikchiliklarni ko'rsatdimiz qarindoshlar. Alloh çok ming qadri shukra. Yani mening xizmatimni hukumatning ichidagi bir qism odamlar to'xtamay qo'llab berdi. Undan keyin hukumatning sirtidagi milliy da'vo qo'shinimizga nurg'un odamlar har tarafdan qo'llab berdi. Yani shu sabab bilan biz yana oyoqda turib, tik turib bu xizmatlarni elib mengayotgan bir chaqda bu nima degan esil millat bu millat, nima degan esil xalq bu milliy da'vo qo'shindikilar, nima degan oldin ko'rar odamni bu hukumatliklar da'vatgan vaqtda pokkada bular ash cho'nglarning bayonotini men e'lon qilganligim uchun shu bayonotni e'lon qilganlarni vatan xoini, milliy munofiq, satqin deb yezish bilan birlikda yani meni vazifamni tashlab hukumatdan qo'g'lab chiqarasiz qarindoshlar. Hamda shunday bir ishni qilgan odamlardan agar biz ularni hukumat deb aqisini agatsak, xalqimizga milliy da'voga, insoniyatga bir vafo kelamdi, kelmamdi. Buni bir o'ylab boqishimiz kerak qarindoshlar. Uningdan keyin hozir hamda mush ahvollarni biladigan, bilmaydigan odamlar bor bizning matopimizda. Bular hamda bu G'ulom Zulfiqar bu parlament raisi kurash Ataxon vazifasini eptash yutibdi deb hamda hozir xuddi mening vazifam yo'qdek o'ylab qolayotgan bo'lishim mumkin. Meni masalan Sharq Turkiston Cumhuriyati surgundagi hukumatining mushu asosiy qonunda belgilanishicha qarindoshlar eng huquqli organ parlament. Parlament raisi hem hukumatni, yani bosh ministrni, hem Cumhur reisini qonuniy jihatdan nazorat qiladi qarindoshlar. Men vazifam elinib ketishdan burun bo'linib turayotgan bu ikki hukumatni hukumatga vakillik qilolmaydi. Bundan keyin hukumatdan men asosiy qonun bergan huquqimga asosan harbiy holat e'lon qildim. Bundan keyin har ikki guruh qilayotgan narsalar hukumatning qonuniy ishlari deb qaramasliklarini iltimos qilaman. Parlament hukumat qaytadan tashkillanadi.
bu yilqi shu saylamda o'tirg'i chiqidi. Shu chaqchi bo'lgan arliqda hukumatga biz vakillik qilamiz deb bayonot men berib bo'lgan temiz qarindoshlar. Mushu jihatini elib aytgan chaqda ular hatto tag'ni talqon qilyapsimi? U davlatni bu davlatni u tarafga o'tkazayotgan taqdirda yana ularning qilayotgan ishlarini biz hukumatning ishlari deb hisoblamaymiz ham e'tirof qilmaymiz. Shunga bizning bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki parlamentimizdeki aziz qarindoshlar bu masalada ishkilanmasligi kerak, tamtirmasligi kerak, gangirmasligi kerak. Hamda asosiy tabloga yana bu monitorga, ekranga nima degan xat chiqdi? Ekranga yana Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hukumati mavjud. Onun hukukini, onun vazifelerini, hizmetlerini bundan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki parlamenti mas'ul bo'lib elib boradi. Agar parlament o'tirg'i qo'ygan ko'p tashkilotlarning nomidan milliy da'voda ko'z ko'ringan zotlar, unumli shaxslar, siyosiylar ham tashkilotlarning nomidan undan keyin tashkilotlarning logolari qo'yib ismlari bilan o'tirg'i qo'yilgan ochiq xat ham bayonot, yani chaqiriqnomada, xitobnomada o'tirib qo'yilgan bo'yicha ishlar vujudga chiqqandan keyin undan keyin bizning qilgan ishlarimiz, ya'ni hukumatning ishlarini o'rtaq qiluvchilarning qilgan ishlari sifatida qabul qilinsa bo'ladi aziz qarindoshlar. Hukumatimiz ham parlamentimiz mavjud. Sizlar yana bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hukumatining biz tarafdagi Cumhuriyet reisini vekilini şu Hızır Bekri Gayretullah deb o'ylab tursanglar bo'ladi. Undan keyin biz tarafdagi bosh ministerini hozircha biz bu xudo shu cho'nglarning o'zining bayonotida elib aytganga o'xshash undan keyin parlament reisining undan keyin ministerliklarning ishlarini mening ham bayonotimda tilga ilinganga o'xshash parlament merkezleştirgen şekilde bunun mümkün. İş kaçırdı hem icra kıldı aziz qarindoshlar. Şuna bu mening parlament reislik emaslik meselesi de, onun iki mening rehberlik hem yeteklemaslik meselesi de, mening degan gapimning chaqiriq hem chaqiriq xususiyatining ba yo'qligi meselesi de, xuddi cho'ng bir ish bo'lmaganga o'xshashlar muomala qilsanglar bo'ladi. Chunki qalaymiqanchilik yillarida, urush mezgillarida, undan keyin ichki yig'iliqlarda bunda hodislar to'xtamay tarixda yuz berib kelgan. Biz sepimizni buzmasligimiz kerak. G'oyib planlarimizni o'zgartmasligimiz kerak. Nishonimizni o'zgartmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Shunga bu ishlarni biz aqlga uyg'un shaklda planlayapmiz. Sharq Turkiston xalqining o'xshamagan jamiyatlarga vakillik qilgan zotlar bilan, unumli shaxsiyatlar bilan, tashkilotlar bilan, tashkilot rahbarlari bilan bu masalada istishora ichida turyapmiz. Chuqur biz bu krizisdan uzoq o'tmay chiqib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündeki hukumatini bir hukumat qilib, bir bayroq ostiga yig'ib, milliy davoni bu hukumat orqali idora qiladigan maqsadga yetamiz. Undan keyin yani qolgan so'zlar bo'lsa oraliqda ko'rishimiz. Gapim uzrab ketimiz qat'iy bo'lmaydi. Ba'zilar uzrab ketdi deydi ekan. Masala hal bo'lmay qisqa gap qilgan bilan, qisqa gap bilan masala hal bo'lmay o'tib ketgan bilan, qisqa gap qilib, ziddiyatdan o'zimizni qochirgan bilan qutulib qolgan bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Bizning tarixiy ustimizga, zimmamizga yuklangan vazifalarni sizlar bildilar. Buning javobgarligining o'rdidan chiqish oson emas. Shunga xizmatlarimizni qo'llashinglarni, atrofimizga to'planishinglarni, xalqimizni yana shu to'g'ri yo'lga da'vat qilishinglarni, chaqiriq qilishinglarni, hammanglar o'zinglarning rolini joriy qildirishinglarni, ba'zi ishlarni shu ishlarni qilgan kasb ahllariga, rahbarlik apparatiga omonat qilishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. So'zimning oxirida hammanglarga tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilayman. Alloh biz bilan, Xudoning izni bilan g'alaba oldimizda kurashchi aman eson bo'linglar. Aziz jinonlarni Janobi Alloh o'z panohida saqlasin. Xayr, xo'sh, rahmat.